Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi tovuqlar uchun temir qafasimiz tayyor bo'ldi. Qafasimiz 3 metrli, yonida tuxumlash xonalari mavjud. Ranglari mokri holatda. Tuxumlarni tashqaridan olib foydalanish mumkin. Ikkiga ajratilgan. Bu opshi xonasi. Qafasimiz ikkiga bo'lingan. Opshi xonalari. Don zashtalari mana bu xonasi esa cho'jalar uchun отдельно ikki eshikka ajratilgan. Ranglari mokri, issiq o'tkazmaydigan stiklovatlar tortilgan tagidan. Setkalari ham qalin 2 ga 2 ko'z setkalar. Razmerlari uzunligi 3 metr, eniga 1,20, balandligi 1,65 sm. Tagi yerli temir qafasimiz. Zakazga tayyorlab berdik qafasimizni. Toshkent viloyatiga Namangandan 3 million so'mga tayyorlab berdik. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, 94lik kodi bilan 273 raqamiga bog'lanib buyurtma qilishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatib boring deb qolamiz. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar.